birorta ochib tursang o'lasanmi? Sanlarga shu tekani yeb yochib bo'lsa bo'ldi. Ro'zani kunida shunday qiynadingki odamni ro'za bo'lsa axir. Shu bekorga aytmagansan, Haydar Kesayda bekorga aytmagansan. Sen beni eshitgan? Mana uni tez bu. Plastikni parolni tushunmadim. Ha nima uchun? Necha doning? 19.99. Ana aytibdi-ku. Necha? Ha 19.99 deyapti-ku axir, ha? Ben tushunganim sen dadasisan bilasan-da. Ha qara Haydar. Qatig'ing. Firma basmish qilib. Firmaniki bas. Katyapani qatig'i, mahallada olib chiqishadi. Kim? Katyapani qatig'i. Ha, kerak emas. Bas. Bir mol polda qatig'i yo'qmi? Yo'q, Katyapani molini qatig'ida. Bunday dek, ha? Qatyapani qatig'i deysan axir. So'z, hammasini hisoblayman. 57 ming so'm. Ha, hammacha. Menga salonchani olib bering, qo'shiq aytaman. Ashula aytasan? Ha. Bir Haydar tog'ingga bir shingil aytib bermasan. Oyingizga jon minnatdor manaman. Ishqim ilatdor, qiyomat manaman. Ishqim ilatdor, qiyomat manaman. Bale bacham. Bu zo'r ashulachi bo'ladi. Nima bo'lsa bo'lsin, lekin odam bo'lsin-a. Rahmat. Hali yana 2 soat bor-ey. Manga qara. Nos tomog'idan o'tmasa, tomog'idan o'tsa ro'za buziladi deyilgan. Chayqoq hech nima qilmaydi. Qanaqa niyatlar qiluvding? 2 soat sabr qilgan. Shuncha niyatlar qilib tutgan ro'za nima bo'ladi? 2 soat qoldi sabr qilasan. Sadir va badr, kulguli kadr, boshqacha shivada.